o'rtada bitta polipsimon hosila turibdi. Abortni bo'lmagansiz opa? 4 marta afsus qilganman. O'sha oxirgisi qachon bo'lgan? 2016. Undan keyin homila kuzatilmagan. Ana o'shaning uchun har doim aytamizda, mana shu abortdan keyin обязательно Doppler rejimida UZI qilinglar. UZIstlarimiz ham burungi zamondagi diagnostikalar boshqacha edi-da, doktoringa bor, doktoring tushuntiradi deb ortiqcha gap gapirmasdi. Hozirgi UZIstlar nima deydi? Sasut kirib ketsa, keyingi menstruatsiyada tushib ketadi, hech narsa emas deydi. Menopauzaga kelgandan keyin bu mashaqa portlaydi keyin. Mana hozir endometriy o'syapti, polipsimon hosila turibdi bu yerda, mana endi uyg'ondi bu narsa. Xo'p, endi gistologiya qilamiz. Nima chiqishidan qat'iy nazar baribir bu joydan voz kechish kerak opa. 1,5 yil bo'ldi sizni ko'rgan. Bitta patsient kelib menga aytayaptiki, 1,5 yil oldin meni siz ko'rgansiz-ku, unda hech narsa demagansiz, shuning uchun men beg'am yurganman deydilar. 4 oy oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingiz to'g'ri kelmay qolishi mumkin opajon. Bu o'sib ketadi, o'shaning uchun menopauzada ham jinsiy hayotda yashaysizmi, yashamaysizmi farqi yo'q. Har 6 oyda kresloda ko'rinib, har 3-4 oyda UZI qilib turish kerak. Mana shu joyni nazorat qilish